Assalomu alaykum do'stlar. Hammaga yaxshi kayfiyat, sog'mizlar, omonmizlar, Vithouse obunachilari. Xullas, biz ishlarimizni boshlamiz, ishdamiz, kelaverasizlar. Hop, Jigulimizga konditsioner o'rnatyapmiz. Xudo xolasa o'rnatib bo'lgandan keyin rasxodlarini aytamiz. Qiyin bo'lib turibdi, sal kallari ko'proq. Hop, bugungi ishimizdan birisi YouTube'dagi obunachilarimiz uchun Gentra mashinani sizlarga xudo xolasa nov qilingan ishlarni hammasini ko'rsatib beraman. Biz Gentra'mizga 4 eshik torpedasida shumki bo'ldi. Keyin aldilarning buferlarini kirchib kelgan ekan, toza bufer, tumankilar sindirilgan ekan, tumankilarini qo'yib, lampochkalarini taqib berdik. Keyin xudo xolasa 4 eshik torpedalari gördüğünüz kuponni full shumka bo'ldi. İçine keladi olmasak, asosiy mehr içine berildi do'stlar. Xullas, biz Gentra'mizni nishattinglar desanglar, anatomический rolni qo'ydik. Ko'rdinglar-ku, Gentra'ning anatomический roli shunday xo'shro'y bo'lib turadi. Keyingi masala Malibu barlarini ustanovka etdik. Chotga deb original eng full komplektatsiyada elektronli rusnoylarni hammasini Malibu'ning chisti o'zinikini originalini qo'ydik. Xudo xolasa chotga ishlab beradi bir-bir. Yankardan onda poliklarini qo'yib berdik. Moshiyatib ustilari Yeva, chisti kojinli teylari xudo xolasa endi chisti qo'za bo'lgan, naturalni emas. Endi kojinli deb aytib turmanda, original yaxshi qo'zadan ishlangan, usti Yeva. Yaxshi tey duraveradi, usti xudo xolasa olib qo'yib ishlataverasizlar. İçi hollarni ustanovka etib berdik. Moshni barlari eng mazali patologlarni qaraytirib berdik yine. Qop-qora bo'lib turibdi, ko'rgan bo'lsangizlar. Gördüğünüz qarayib xo'shro'y bo'ldi. Obshipkilarini, kozalarini ishlab berganmiz. Zakonyativ salon shinalarini ishlab berdik. Salon shinalarini ko'rsatmaysizlar. Tak. Yine gördüğünüz salon shinalari qizil oq bo'ldi, yeşil bo'ladi o'zi. Hamma yeri almashgan. Barlar ham zakonni. Hozir tormoz bosish kerak, shundan keyin almashadi. Obshipkilari Xullas, shunday ishda do'stlar. Pakki bu, xudo xolasa zakonni bo'ldi, patologlar ham